Bugun ham o'zlarini xursand qilish uchun ham muxlislarimizni xursand qilish uchun kelgan yana mehmonlarimiz bor. Xush kelibsiz. Ularni yurtdoshlarimizga tanishtirib o'tsam, Chirchiq shahar 3-son bolalar musiqa va san'at maktabi direktori, madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni sohibi Ahrorbek Ulug'bekov bo'ladilar. Sizni ko'rganlar, endi birinchi ko'zga tushganlar, bu yosh yigitimiz qaysidir natijalarga erishgandir-da deb hozir qarashgan bo'lsa, hozir maktab direktori degan nomingizni eshitgandan so'ng, qoyil, ofarin deganlar bor. Ilohim havas qilganlar, eng kamida farzandingiz shunaqa bo'lsin. Hayotimizni har bir go'zal onlarida yashayotgan yutuqlarimiz va qolaversa muvaffaqiyatlarimizni asl negizida bizni aziz ustozlarimizni mashaqqatli mehnatlari bor. Shu o'rinda bugun mana bir eng mas'uliyatli, eng sharafli kasb egalari bo'lgan aziz ustozlarimizni bugungi bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shogirdlarini demak har doim muvaffaqiyatlaridan, yashayotgan yutuqlaridan, yuksak marralardan doim faxrlanib yursinlar. Ilohim aytganingiz kelsin.